Aziz aka, shu paytgacha o'zingiz nechta mashina sotib olgansiz? 15 tacha mashina sotib olganman. Ularning ichida eng benzin tejamkori qaysi edi? Eng tejamkori realni benzin esidan chiqaradigan mashina bu Tico edi. Ikkinchi o'rinda Nexia 1.6 edi, chunki u 10 tagacha rasxod qilardi. Uchinchi o'rinda Lacetti 1.6 avtomat edi. Mana shu top 3 ta mashina miyamga kirib qolgan mashinalar. Uning o'rtasida Nexia 1.5 gibridim bor edi, 15 tacha rasxod qilardi. Lacetti 1.8 avtomat edi, 18 ta 15 tagacha realni rasxod qilardi. 6 ta Captiva bor edi, hammasida 15 tadan 25 tagacha realni rasxod qilardi. Va massasi bo'yicha eng katta motorli mashina hozir bu Sorento 3.5 motorli. Unda taxminan 20 ta shahar ichida probkalar uchun, trassada 10 tagacha realni rasxod qiladi. Sizni mashinangiz qancha realni rasxod qiladi? Chunki meni qo'shnimning Captivasi shahar ichida 8 ta edi.